Hurmatli ota-onalar, O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan barcha umumta'lim maktablarining 1-sinflarga onlayn qabul qilish jarayoni boshlanganligini ma'lum qilamiz. Farzandingizni 1-sinfga onlayn qabul qilish jarayonini Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining may.maktab.uz saytida ro'yxatdan o'tish orqali bajarishingiz mumkin. Ushbu yo'riqnomada may.maktab.uz saytida ro'yxatdan o'tish bosqichlari ketma-ketligida ko'rsatib o'tilgan. Asosiy oynadagi ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Ikkinchi qadam shaxsiy mobil raqami orqali ro'yxatdan o'tiladi. Bunda ixtiyoriy parol o'ylab topiladi va shaxsiy mobil raqamiga kelgan SMS kodni kiritish orqali ro'yxatdan o'tish tasdiqlanadi. Uchinchi qadam ekranda ochilgan ommaviy oferta qoidalari bilan tanishib chiqilgandan so'ng roziman tugmasi bilan tasdiqlanadi. To'rtinchi qadam navbatdagi sahifada foydalanuvchining umumiy ma'lumotlari paydo bo'ladi. Ushbu sahifada fuqaroligi qatorida O'zbekiston fuqarosi tanlanadi va keyingisi tugmasi bosiladi. 5-qadam shaxsiy ma'lumotlar sahifasida ariza to'ldiruvchining pasport ma'lumotlari, hujjat seriyasi, raqami va tug'ilgan sanasi to'ldirilib qidirish tugmasi bosiladi. Sahifaning manzil qismida ota-onaning doimiy ro'yxat bo'yicha yashash manzili chiqadi. Ma'lumotlar to'g'riligi tekshirilgandan so'ng keyingisi tugmasi bosiladi. 6-qadam navbatdagi sahifada bolaning ma'lumotlari oynasi ochiladi. Hujjat turi qatoridan tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma, pasport yoki chet el fuqarosi tanlanadi. Qarindoshlik darajasi qatoridan ota-ona yoki ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxslar belgilanadi. Endi tanlangan hujjat seriyasi va raqamlari, tug'ilgan sanasi kiritiladi hamda qidirish tugmasi bosiladi. Pastdagi jadvalda farzandning ismi sharifi to'liq avtomatik shaklda paydo bo'ladi. Ma'lumotlar chiqqandan so'ng qo'shish tugmasi, keyin esa yakunlash tugmasi bosiladi. 8-qadam keyingi sahifada mening arizalarim oynasi paydo bo'ladi. Unda 1-sinfga qabul va maktabdan maktabga o'tkazish oynalari mavjud. Ushbu oynalardan 1-sinfga qabul tanlanadi. 9-qadam navbatdagi oynada 1-sinfga qabul arizalari ochiladi. Shaxsiy ma'lumotlarda turar joy to'ldirilmagan yozuvi chiqadi va yashash manzilini kiritish tugmasi bosiladi. 10-qadam paydo bo'lgan oynada tahrirlash tugmasini bosib, doimiy ro'yxatdan o'tgan joy ma'lumotlari kiritiladi. So'ngra saqlash tugmasi bosiladi. 11-qadam ariza yaratish uchun yangi sahifa ochiladi. Farzand qatoridan bola tanlanadi. Ta'lim tili qatoridan ta'lim tili tanlanadi. Maktab qatorida asosiy mikrohududda joylashgan maktab raqami avtomatik tarzda kelib chiqadi. Barcha ma'lumotlar to'g'riligi tekshirilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi. 12-qadam keyingi sahifada arizaning holati yangi bo'lib turadi va ushbu arizani yuborish shart bo'ladi. Yuborish tugmasi bosilgandan so'ng shaxsiy mobil raqamiga takroriy ravishda kelgan tasdiqlash kodi kiritilgan holda tasdiqlash tugmasi bosiladi. Ariza 3 ish kuni muddat ichida ko'rib chiqilib, maktabga yuboriladi yoki sababi ko'rsatilgan holda qaytariladi. Onlayn qabul bo'yicha batafsil ma'lumotlarni 71 kodi bilan 203 07 04 telefon raqami yoki Telegram ijtimoiy tarmog'idagi maymaktab_uz rasmiy kanal orqali bilib olishingiz mumkin.